Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bizni Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyatiga chaqirgan Do'stlik chegara punktini yoniga yangi bayroq qo'yilgan, bayrog'i ham ko'rinib turibdi. Shu Nazira Muhammad jome masjidining yonida boshlangan mansarda tomimiz. Bugundan boshladik. Kamtarona mehnatimizni qadrlab, yuksak qadrlab, havas qilib chaqirishgan. Boshladik, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom eting. Shu tomni ham yopilish jarayonini qo'yib boraman. Xudo xolasa mana e'tibor beringlar, tog'larimiz ko'rinib turibdi. Qardosh xalqimiz Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyatidamiz.